ko'pchilikka qiziq ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Tasavvur qiling, o'zingizni uyingizni interyerini qildirmoqchisiz, xonalar dizaynini. Bu yerda eng kerakli narsa nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, rang tanlashda. Rangni to'g'ri tanlasangiz, har bir xona chiroyli, estetik chiqadi. Rangni qanday tanlanadi? Buni qoidalari qanaqa? O'zim men o'ylayman, qoida yo'q. O'zi aslida rang-barang, anaqa ortiqcha ranglar shart emas. Masalan, bu yerda ham qilingan bitta молочный rang qilingan, oq qilingan. Bo'ldi, ortiqcha rang yo'q. Poldi rangi bo'ldi. Boshqa rang yo'q. Hammasi o'zi bilan bir-biriga munosib ketyapti. Masalan, bu yerda oq ishlatilgan, keyin tasavvur qiling, aniqroq qarang, mana malla chizig'ilar ketganda, bu malla chizig'ilar polda bor, patologda oq bor. Keyin yaxshilab e'tibor bersangiz, mana bunaqa devorimiz rangi bilan birga ketgan chiziqlar bor. Ana shular hammasini bir-biriga uyg'unlashtirsangiz, siz interyeringiz, xonangiz dizayni juda ham chiroyli chiqadi va estetik yondashgan bo'lasiz. Agar ma'lumot qiziqarli bo'lgan bo'lsa, shu storiesga bitta like bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.